Baq kelingda. Eshigini qanaqa ochadi deganlar uchun bu Zikr knopka bilan ochadi. Bugun juda ham chiroyli narxda Zikr kelib qoldi. Zikr X akalar oppoqini, kraskalar top-toza 23-yil 68 ming yurgan ekan. Mashinaning holatini ko'rishingiz mumkin. Michelin balonlarda yumshoqqina yangi balonlar taqib qo'yilgan. Bitta aybini ko'rsatib o'tib ketaman. Xullas, mana shu joyini ichidan qaradigan bo'lsangiz, parlanib qolgan. Menimcha parni yo'qotsa bo'ladi. Yana bitta kichkinagina aybi bor. Shu bilan qolgan joyga o'tib ketamiz. Bokovoga siniq tushib qolgan. Boshqa mashinaning aybi yo'q. Narxini taxmin qilib turing. Taxmin qilganingizdan arzon olsam bitta like bosib qo'yasiz. 24 ming taxmin qildingizmi? Yo'q, pastroq narx. Xullas, mashinamizda tonirovka ruxsatnomalarigacha bor ekan. 5 oy. Bu ikkita motorligi 4 sekund 100 ga chiqadi, ishoning. Mashinaning salon holatini ko'rsangiz mumkin, juda ham chiroyli. Ikkita eshikda davutchilargacha bor. Elektropaket o'rindiqlar, panorama tomlari, xullas mashinaning hamma narsasi ishlab turibdi. Yo'mkisini tekshirmagan ekanlar, yo'mkisini bitta tekshirib olasiz. Kraskalari top-toza deyaptilar. O'zingiz uchun tekshirib olsangiz yana ham yaxshi bo'ladi. Xullas bu Zikr X narxini 24 ming deyodilar. Aka bosh xotiniman deb narxini 22.950 ga tushirib qo'ydik. Bosib oling. Qolmishiga akalar liboy hujjat bo'laveradi deyaptilar. Barter xizmati ham bor deyaptilar. Xullas, dokumentdan ham pul borasida ham muammo yo'q ekan. Mashina bilmaganlar uchun bezramishli bo'ladi. Eshiklar to'liq avtomat yopiladi. Undan tashqari 360 kameralar, xullas eng fullida aka bosib olsangiz bo'ladi.